tadbirkorlarimiz, serg'ayrat yoshlarimiz, keng jamoatchiligimiz, har bir vatandoshimiz ushbu oliyjanob ishlarga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Aziz vatandoshlarim, yangi yil arafasida har bir oila yaxshi niyatlar qiladi. Har bir inson qalbida yorqin orzu umidlar jo'sh uradi. Har birimizning pok niyatlarimiz, ezgu maqsadlarimiz 2026-yilda albatta amalga oshsin. Yangi yil har bir oilaga sihat, salomatlik, baxt, saodat, qut, baraka, yurtimizga yuksak taraqqiyot, tinchlik, xotirjamlik olib kelsin. Yaratgan Parvardigor vatanimizni asrasin. Xalqimiz hayotini yanada yaxshilash yo'lidagi ishlarimizda madadkor bo'lsin. Yangi yil barchamizga muborak bo'lsin.